Bolalarning quvonchli kulgusi, beg'ubor shodligi va yozgi ta'tilni maroqli o'tkazishi uchun poytaxtimizning turli hududlarida suv purkash chellenjlari tashkil etilmoqda. Yana bir ana shunday quvonch ulashuvchi tadbir poytaxtimizdagi Yangi Hayot tumanida bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz Sevinchgul Rahmatova reportajida. Jazirama issiqda suvda o'ynash bolalar uchun maroqli mashg'ulotlardan biridir. Bu yerda ham ular bemalol chopqillab, suvda o'ynab yozgi ta'tilning yana bir esda qolarli kunini o'tkazishdi. Ularning quvonchli kulgusi, beg'ubor tabassumi barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Mazza qilib cho'mildik. Muzdek suv ekan, yana issiq havoda. Ana ustimga suv sepdi, so'mildim. Yaxshi bo'ldi, muzdek suv ekan. Issiq kunda. O'rtolarim bilan o'ynadim, mazza qilib. Kunda mazza qilib cho'mildik. Yana kelishsinmi? Ertaga ham kelinglar, bog'li. Bolalarning xursandchiligini cheki yo'q, mazza qilishdi. Bolajonlarimizni ana xursandchiligiga sherik bo'ldik, bolalarimizni mazza qilishdi. MCS xodimlariga tashakkurimni bildiraman. Bizani bolaligimizni eslatdi, bolalikka qaytgandek bo'ldik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi, Yangi Hayot tuman hokimligi va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi hamkorligida issiq kunlarda bolalarga salqinlik ulashish, ularning ta'tilini yanada qiziqarli va mazmunli o'tkazishga o'z hissalarini qo'shishdi. Barchamizga ma'lumki, respublika hududida dolzarb 60 kunlik tadbir bo'lib o'tmoqda. Bu tadbirni o'tkazishda asosiy maqsad sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olish hamda ularni bartaraf etish. Shu bilan bir qatorda ushbu jazirama kunlarda aholining kayfiyatini ko'tarish maqsadida sun'iy favoralar hosil qilinmoqda. Albatta, ushbu tashabbus O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi hamda Toshkent shahar Yangi Hayot tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan tashkillashtirildi. Mana bugun Yangi Hayot tumanidagi ko'plab mahallalarda ushbu tadbirlarga o'xshagan tadbirlarni amalga oshirib turibmiz. Maqsad demak bolajonlarga oz bo'lsa-da ham quvonch ulashish hamda aholi kayfiyatini ko'tarish. Birozgina salqinlik, samimiy e'tibor va bolalarning quvonchi. Ba'zan shularning o'zi ham katta bayramga aylanadi. Yangi Hayot tumanidagi suv purkash chellenji ham bolajonlarga xush kayfiyat bag'ishladi. Eng muhimi, ularning yozgi ta'tili yana bir bor yorqin va unutilmas xotira bilan boyidi. Sevinchgul Rahmatova, Muzaffar Rahmatov, Jarayon informatsion dasturi uchun.